Bugun dronlar oddiy texnologik yangilik emas. Ular real tahdid vositasiga aylandi. Zamonaviy UUA razvedka qilish va zarbalar berish bilan birga past balandlikda harakatlanib, havo mudofaasining zaif nuqtalariga ta'sir qilmoqda. Ular avtonom ishlaydi, nostandart chastotalardan foydalanadi, hatto optik tolali boshqaruvga ega. Bugun savol tahdid bor yo'qligida emas. Savol nazorat kimdaligidadir. 2000 dan 2010 yillarga qadar dronlar og'ir tizimdan mobil platformaga aylandi. Litiy polimer batareyalar va miniatyur dvigatellar ularni ommaviy foydalanish darajasiga olib chiqdi. Natijada dron arzon va keng tarqalgan qurilmaga aylandi. 2015 yildan boshlab dronlar ommaviy bozorga chiqdi. Yuqori sifatli stabil video va GPS navigatsiya standartga aylandi. Tahdid professional armiyadan emas, ommaviy bozordan keladigan darajaga yetdi. Dronlar razvedkadan yuqori aniqlikdagi zarba vositasiga aylandi. Arzon FPV tizimlari real vaqt nazoratini berish bilan birga aniq zarbalar orqali istalgan nishonni yakson qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Aylanib yuruvchi o'q-dorilar va nano dronlar paydo bo'ldi. Bunday sharoitda an'anaviy havo mudofaasi past balandlikdagi tahdidga moslashishda qiynalmoqda. Radioelektron qarshi kurash vositalarining keng qo'llanilishi natijasida radio boshqaruv tizimi transformatsiyasi kuzatildi. Dronlar dinamik chastota almashinuvi va gibrid boshqaruvga o'tdi. Noan'anaviy chastota diapazonlari keng qo'llanila boshladi. Optik tolali boshqaruv va SI ko'rishi keng qo'llanila boshladi. Uzatilayotgan ma'lumotlar shifrlanmoqda, protokollar o'zgarmoqda. Natijada an'anaviy RIK tizimlari samaradorligi sezilarli pasaydi. Sun'iy intellekt dronni qaror qabul qiluvchi tizimga aylantirdi. Aloqa uzilsa ham, vazifani visual tasvirlar orqali bajarish imkoniyati paydo bo'ldi. Keyingi bosqich sifatida dronlarni to'da sifatida qo'llash tamoyili sinovlari boshlab yuborilgan. Dronlar endi oddiy qurilma emas, balki kollektiv aqlli tizimga aylana boshladi. Bugungi kunda dronlarga qarshi kurashda qo'llanilayotgan alohida va o'zaro bog'lanmagan yechimlar kompleks tahdidga qarshi yetarli samaradorlikni ta'minlay olmayapti. Ko'plab tizimlar alohida ishlaydi va umumiy vaziyat tasvirini bera olmaydi. Sensorlar o'zaro bog'lanmagan, inson omili yuqori. Shularni inobatga olib biz yagona boshqaruv va nazorat tizimini ishlab chiqishga qaror qildik. Natijada barcha sensorlardan yagona operativ vaziyat tasviri, tahdidga qarshi soft va hard kill tizimlaridan tezkor reaksiya hamda kengaytiriladigan arxitektura imkoniyati paydo bo'ldi. Biz qurilmalar emas, balki integratsiyalashgan himoya gumbazini taklif qilamiz. IAS DOM to'liq integratsiyalashgan UUA ga qarshi ekotizim. Aniqlash, tasdiqlash, soft kill va hard kill bitta himoyalangan platformada. Radio chastota sensori, radar va optik modullar yagona koordinatsiyada ishlaydi. Ma'lumotlar integratsiya orqali birlashtiriladi. Tahdidga qarshi tezkor reaksiya qilinadi va natijasi kuzatib boriladi. Tizimga turli, shu jumladan olovli talafot vositalarini ham integratsiya qilish mumkin. Bu faqat himoya emas, bu to'liq nazorat imkonini beradi. Keling, IAS DOM tizimi elementlarini ko'rib chiqaylik. Bu faqat himoya emas, bu to'liq nazorat imkonini beradi. Radio aniqlash tizimida biz standart yondashuvdan qochdik. Sababi tahlil shuni ko'rsatmoqdaki, standart 2.4 va 5.8 Gz radio chastotasi monitoringi yetarli emas. IAS DOM 20 000 dan 8 000 gacha megahertz diapazonda keng polosali skanerlashni amalga oshiradi va taktik chuqurlikda
10 kilometrgacha dron va uning boshqaruv punktini aniqlash imkonini beradi. Sun'iy intellekt asosidagi radiosignallar alomatlarini aniqlash modeli signalni aniqlaydi, tahlil qiladi va identifikatsiya qiladi. Standart dronga tegishli ma'lumotlar dekodlash va deshifrlash orqali olinadi va elektron xaritada aks ettiriladi. Mavjud dronlar signallar kutubxonasi orqali aniqlanadi, yangilari esa anomaliyalar orqali ogohlantiriladi. Biz signalni ko'rmaymiz, uni tushunamiz. Radio bosim berishda ham biz mavjud standart yondashuvdan chetlashdik. Sababi, avvalgi yondashuv faqat standart radio boshqaruvdagi dronlar uchun samarali va yangi dronlarga qarshi ishlamas edi. Shu bilan birga, boshqa radioelektron vositalarga salbiy ta'sirga ega. Yangi tizim dasturli boshqariladigan radio, Software Defined Radio asosidagi selektiv ta'sir tizimi hisoblanadi. Adaptiv chastotani nishonga olish, Adaptive Frequency Targeting orqali aynan dron boshqaruv kanali uziladi. Boshqa tizimlarga salbiy ta'siri kamaytirildi. Endi radio bosim berishda ko'rinmas diapazonlar yo'q. Istalgan radio chastota spektrida turli raqamli modulyatsiya usullaridan foydalanib, taktik chuqurlikda 10 kilometrgacha masofada yo'naltirilgan antennalar bilan radio bosim berish imkoniyati paydo bo'ldi. Shu bilan birga kompleksga navigatsiya GNSS tizimini aldash, ya'ni spoofing tizimi integratsiya qilindi. Endi dronni belgilangan joyga qo'ndirish, parvozini barbod qilish, crash va hududga kirishini cheklash mumkin. Bu ko'r-ko'rona bostirish emas, bu nazorat qilinadigan radio ta'sir, jarrohlik aniqligi bilan aloqani buzish hisoblanadi. Tizimga elektrooptik (EO) qurilmasini integratsiya qilinishi radar va radio aniqlashdan so'ng vizual tasdiq va ta'sir natijalarini kuzatish imkoniyatini yaratdi. Kameraning kunduzgi va tungi modullari 5 kilometrgacha masofada dronlarni aniqlaydi va kuzatadi. Avto yo'naltirish, avto queuing va avto kuzatish, avto tracking yordamida tahdidning holatini uzluksiz kuzatish imkoni paydo bo'ldi. Kameralar sonini ko'paytirish orqali bir necha nishonni bir vaqtda kuzatish imkoniyati mavjud. SI video tahlili orqali dronni boshqa havo nishonlaridan ajrata olinishi orqali noto'g'ri ogohlantirishni sonini kamaytirishga erishildi. Radar avtonom va radio boshqaruvsiz RF Silent dronni ham aniqlash imkoniyatini yaratdi. 5 kilometrgacha masofa, tezlik va balandlikdagi nishonlarni aniqlash va FPV tutib oluvchilarni yoki o't ochib yakson qilish vositasini nishonga yo'naltirish vazifasini bajaradi. Kichik nishonlarni ajratish va fon shovqinini kamaytirish funksiyasi orqali Small Target Filtering va Clutter Suppression soxta tahlikalar ehtimoli pasaytirildi. Natijada havo muhitining to'liq situatsion ko'rinish shakllantirildi. Barcha modullarni o'ziga jamlagan C2 tizimi ma'lumotlari yagona operativ tasvirga birlashtiruvchi platforma vazifasini bajaradi. Mazkur tizimda har bir nishon tasniflanadi, ustuvorligi belgilanadi va kuzatiladi. C2 aniqlashdan neytrallashgacha jarayonni boshqaradi. Barcha modullar yagona zirhlangan konteyner bazasiga joylashtirilgan bo'lib, avtonom energiya, ventilyatsiya va himoyalangan konstruksiyaga ega. Platforma xavfsizligini ta'minlash uchun 350 daraja nazorat kameralari va otish tuynuklari mavjud. Arxitektura moslashuvchan bo'lib, mobil, statsionar yoki boshqa platformalarda integratsiya qilinishi mumkin. EASDOM C2 tizimida nishonni tasdiqlash 4 bosqichli algoritm asosida amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda radiochastota sensori sensorni aniqlaydi va potensial tahdid sifatida belgilaydi. Ikkinchi bosqichda radar fizik obyektni tasdiqlaydi va uning koordinatlarini aniqlaydi. Uchinchi bosqichda elektrooptik tizim nishonni vizual kuzatishga oladi. To'rtinchi bosqichda sun'iy intellekt obyektni tasniflaydi va uning turini aniqlaydi. Ushbu ko'p qatlamli model yuqori ishonchlilikni ta'minlaydi
Nishon to'liq tasdiqlangandan so'ng, qarshi kurash mexanizmi avtomatik yoki operator qarori asosida ishga tushiriladi. Agar radio bosim ta'sir ko'rsata olmasa, tutib oluvchi FPV ishga tushiriladi. FPV radar va EO/ER qurilmalari koordinatlari asosida nishonga yo'naltiriladi. SI asosida avtomatik nishonga yo'naltirish va zarba berish amalga oshiriladi. Bu oxirgi himoya qatlami hisoblanadi. Quyi darajada radioelektron bostirish qo'llaniladi va dronning boshqaruv kanallari uziladi. O'rta darajada navigatsion ta'sir amalga oshiriladi, ya'ni sun'iy yo'ldosh signallari manipulyatsiya qilinadi va dron yo'nalishdan chiqariladi yoki majburiy qo'ndiriladi. Yuqori darajada esa jismoniy tutib olish orqali tahdid to'liq neytrallanadi. Shu tariqa, har qanday operativ ssenariy uchun MOS va bosqichma-bosqich javob mexanizmi mavjud. EAS-DOM tahdidni aniqlaydi, tasdiqlaydi, tasniflaydi va zarur holatda neytrallaydi. Barcha jarayonlar yagona, to'liq integratsiyalashgan arxitektura doirasida uzluksiz boshqariladi. Bu shunchaki konsepsiya emas, xizmatga tayyor kompleksdir. EAS-DOM mobil va statsionar konfiguratsiyada qo'llanilishi mumkin. Strategik obyektlar, chegara hududlari va sanoat infratuzilmasi uchun moslashtiriladi. EAS-DOM bu alohida mahsulot emas, balki turli operatsion muhitlarga integratsiya qilinadigan modul arxitektura konsepsiyasidir. Navbatdagi bosqichda barcha komplekslar yagona markazga ulash va yagona milliy boshqaruv tizimini C4 Command, Control, Communications and Computers yaratish ishlarini boshlab yuborganmiz. Har bir mintaqaviy modul mavjud telekommunikatsiya infratuzilmasi orqali markaziy boshqaruv punktiga ulanadi. Ma'lumotlarni integratsiya qilish orqali respublika bo'ylab umumiy operativ vaziyat tasviri shakllanadi. Bu lokal himoya emas, bu milliy havo nazorati. Yagona raqamli boshqaruv platformasi orqali har bir dron avtomatik ravishda tasniflanib va yagona dronlar ma'lumotlar bazasi shakllantirilish ishlari olib borilmoqda. Elektron xaritada dronlarning idoraviy yoki fuqaroviy tegishliligi, ruxsat etilgan yoki ruxsatsiz maqomi hamda ularning harakat trayektoriyalari real vaqt rejimida aks ettiriladi. Ruxsatsiz dronlarga qarshi kurash chorasi idoralararo kelishilgan holda amalga oshiriladi. C4 bu jarayonning boshlanish nuqtasi. Keyingi bosqich sun'iy intellekt asosidagi qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlash tizimini joriy etish. Biz oddiy monitoringdan aqlli, prognoz qiluvchi va tavsiya beruvchi boshqaruv modeliga o'tamiz. Bugun biz C4 arxitekturasini yaratmoqdamiz. Ertaga esa sun'iy intellektga tayangan to'liq raqamli xavfsizlik ekotizimini shakllantiramiz.